20-savolda aytyapti: x plus y teng 5, x y teng 3. X kub plus y kubni toping deyapti. Demak, biz nima qilamiz? Hozir biz birinchi o'rinda formulasini yozib olamiz. X kub plus y kubni formulasi qanday ochilardi? Qisqa ko'paytirishda qizilda yozsak, x plus y x kvadrat minus xy plus y kvadrat. Formulasi xuddi shunaqa edi. Endi bizda x plus y bor. X plus y bor. Keyin xy ham bor. Hozir x plus y kvadrat. Shu x kvadrat plus y kvadratni x plus y va xy orqali ifodalashimiz kerak. Buni qanday ifodalaymiz desak, bu a kvadratni o'rnida turibdi bu. A kvadrat, bu b kvadratni o'rnida turibdi. Bizda a plus b ning kvadratini ochsak qanday bo'lardi? A kvadrat plus 2ab plus b kvadratida qisqa ko'paytirishda. Endi bizda a kvadrat bor. Mana x kvadrat berilgan bizda. Endi b kvadrat y kvadrat berilgan o'rnida. Bizda nima ekan? 2ab ekan. Buni o'rnida bizda 2xy bo'lish kerak. Buni qilishimiz uchun biz xuddi shuni keltirib olishimiz kerak. Endi mana yozyapman. Buni chetdan bunday qilib pastdan yozib olamiz. Mana x plus y ning kvadrati. Buni ochsak, qavsni ochib yuborsangiz, x kvadrat plus 2xy plus y kvadrat. Shunaqami? Bizda x kvadrat, y kvadrat bor edi. Bitta 2xy ortiqcha bo'lyapti. Shuning uchun 2xy da ayirib yuborasiz. Bunaqa misollar juda ko'p uchraydi. Qanaqa yo'lini o'rganib olsangiz, u yog'i oson. Demak, x kvadrat plus y kvadratni shu orqali ifodalasak bo'lar ekan. Buni qoida qilib qo'ysak bo'ladi. X kvadrat plus y kvadrat teng bo'ladi x plus y ning kvadrati minus 2xy. Bu formula. Bilib oling, ko'p kerak bo'ladi bu. Endi misolimizga qaytamiz. Misolimizda o'zi nima deydi? X kub plus y kubni toping deydi. Endi bizda hammasi yetarlicha. Formulasini pastdan yana qayta yozib olaman. X plus y x kub plus y kubni ochilishini yozyapman. X kvadrat minus xy plus y kvadrat. Endi teng bo'ladi. X plus y bizda nimaga teng? 5 ga teng. X plus y 5 ga teng. Qavs ichida x kvadrat plus y kvadratni nima deb yozib olamiz? X plus y ning kvadrati minus 2xy minus xy. Bu xy mo'yitdagi qoidadagi xy formuladagi. Endi 5 ko'paytirilgan qavs ichida x plus y bizda 5 ga teng. 5 ning kvadratini yozamiz. Minus 2xy ga bitta xy qo'shsangiz 3xy. 3 ko'paytirilgan bizda xyimiz nechaga teng? 3 ga teng. Endi hisoblab qo'ysak yetarli. 5 ko'paytirilgan ichkari 25 minus 9. 25 dan 9 ayirsangiz 16. 5 ni 16 ga ko'paytirsangiz 80 degan javob kelib chiqadi. Bu misol oddiy. Yo'lini o'rganib olsangiz, u yog'i sizga qiyin bo'lmaydi. Yo'lini o'rganib oling va qayta ishlang o'zingiz.